Bismillahirrahmanirrahim. Bu dersimizin devamı. Salisen sıfatul maniyle. Üçüncüsü mani sıfatla. Yani üçüncüsü deyilişinin özü bunun birinci nerede? Ya ki birinci qaysi sıfat degani birincisi sıfatun nefsiye, nefsi sıfat. Vücuttan ibaret. Ee, Bunu yukarıda deb ketdik. Vücut degan onlanca bir sıfat, onlan mümkündo mevcut sıfatlando o bu Şeyh Eş'ari'nin nazda labz müşterek ndahmında deb. Hem de buna ikincisi çoğudsa ikincisi sıfatı selbiye. O sıfat selbiye degen mesela o beş xil sıfat deb bunu yukarıda bilgettik. O ismi qidam, baqa, nim bo'ldi, muhalafatul havadis, القيام بالنفس والوحدانiyet ibaret. Bu ikincisi bu. Hem üçüncüsü sıfatul maani. Sıfatul maani sıfatlı. Ee, Bu sıfatul maani mesela bu tevende bunun bayan kılımız inşallah. ثالثا صفات المعاني قال الناظم رحمه الله وقدرة إرادة وغايرة أمرا وعلما والرضا كما ثبت وعلمه ولا يقال مكتسب فاتبع سبيل الحق واطرح الريب deydi. Birinci kudret deydi. İkinci irade. Ve iradetun yani vavni keltiminde ve kudretun iradetun de. Çünkü ma kapiga sığmay kapıya iş valida o cihetten ma harf attıdan ibaret olan vavni keltiminde ve kudretun iradetun de. Asıl ve kudretun ve iradetun de iş lazım. Lakin onun adı de ve kudretun iradetun de. Bunun birincisi kudret demek. İkincisi mi? İrade. Ve gayret. Bu nim buludu bu? Ve gayret emren ve ilmen. Bu kudret ve iradet diyen çoğu ise bu emr ve ilm çoğu okşuşmaydı bunu. Ve rida. Bunun hem okşuşmaydı. Kudret irade. Kandak ki sabit olup muşu ilim hakkında kegen okşuş. Kandak sabit olgandak. O Allah subhanahu wa ta'ala ama ilmi çoğu diyende o ilmi ve la yuqalu mukteseb. Bana da vav kemesi lazım. Ve ilmuhu ve la yuqalu mukteseb de. Asıl ve ilmuhu la yuqal ise beyitmeye de kapi kemlep kaledemde. Allah Teala'nın ilmi mukteseb değil misin? Bunu kesbiken bir başka bir neseden kesb kılıp, başka neseden bana istidlal kılıp, delil talep kılıp, anandınken yeni bir taraftan kipti Allah'ın ilmi simna değil misin? Allah Teala'nın ilmi zati. Başka bir taraftan kelgen, başka taraftan çok kesb kılınga yok. Fatba' sebilel hakkı ve trahir riyab. Ak yolga erişkin ve şek şübini çörüp taşılgan deydi. Ta'rifu sıfatul maani lugaten ve istilahan. Maani sıfatının tarifi. Lugatta yani tilda ve örf adetteki maani sıfatlarının tanıştırışı. Vel maani cem'u ma'nen. Ve huve lugatan ma qabala zati. فيشمل النفسية والسلبية واصطلاحا كل صفة قائمة بموصوف موجبة له حكما ككونه تعالى قادرا فإنه لازم للقدرة. Mani degan ma'nanın cemisi köplüğü. O mani degan gap yoki ma'na degan gap tilda lug'atda ma qabala zati ma'noda zati to'xta zatqa qarma qarshi ropro zit bo'lgan narsa nima ma'ni. Yani zati deb o'qildik ma qabala zati deb bu maf'ulun bih lekin asli bu zarar o'qilishdi maf'ulun qabaladan maf'ulun bih bo'lgan ekan. Ama bu yerda zati maf'ulun nima
Cemi muannas salim degan bir gap bor. Cemi muannas salim haqiqatan cemi muannas salim emas, ham bu buniki mulhaqatlari. Cemi muannas salim haqiqiy cemi muannas salim emas. Cemi muannas salimning qo'shimchalari shun qo'shib etilgan. Shunga azzati deb o'qildi. Chunki cemi muannas salim amil rafi kelib qolib qolsa pishlab o'qiladi. Agar amil nasib va amil jar kelib qolib qolsa u kasrla o'qiladi. Shu mayda kasrla o'qildi. Ma qabala zati deb. U ma'na degap zotga zidmi-zid qarib qarshi turadigan narsa demakchida. Ma'na va zot. Ma'na degan zot deganligimiz jism deb tushunsak bo'ladi. Ma'na degan bu jismning ustiga berilgan rang, u bu masalan. Mush narsalar. Hammasi nima? Ma'na. Bu ma'na degan gap mayli bu nafsiyni o'z ichiga oladi. Vujudga o'xshash yuqori degandek. Va salbiyni o'z ichiga oladi. Salbiye. Biz onu mu elede ettik? Salbiye. Mesela onunki قدم بقاء مخالفة الحوادث القيام بالنفس والوحدانية ibaret de salbiye yani. Bunu öz kalıyordu deydi. Istilahtan de tevhid ulemalarının istilahideki bu mana degan nima olsa istilahdagi ma'na har qanday sifat. Ma'na degan har qanday sifatki o'rtug'chi bu sifat va sifat o'rtirolmaydi bo'lmasa. Nimlarni o'rtug'chi mavsuf bilan bir sifatlanuvchi bilan bir sifatlanuvchi bilan o'rtug'chi bir sifat. Odamning rangi ro'yi, odamning vujudi jismoniy bo'lmasa rangi o'rtirolmaydi. Odamdan iborat masalan mavsuf bo'lmasa bu rangi ro'yini sifat bilan o'rtirolmaydi. Ki icap lazım tutuşçu mucibetin ay kaimetine sıfatı. Lazım tutuşçu ya ki o sıfat o nimini ay mevsufni hükmen lazım tutuşçu. Onundan ağırlanmaydı. Sıfat mevsufun ağırlanmaydı. O sıfatçı o mevsufni icap kokçu lazım tutuşçu. Ama mevsuf bazı sıfatını arif etiş mümkün. Mevzum lazımın ağırlalaydı o. Melzum lazımdan arlaydı. Arlalaydı. Ama lazım melzumdan arlamaydı. Bu mesela o lazımını koyduğun orun nerede orun alıyordu, kandak örtürdü, kandak vücut kiliyordu. O yüzden çoğu bu sıfat deyen gap mevsup bilen orundalı. O turalaydı. Mevsup bilen şekillendi. Mevsup bilen o vücut çıkan bulur da. İcap koğucu de o sıfat lazım tutucu o sıfat. O mevsupni hükmen. Bu Allah Teala'nın bu kadir boğuna koşar. Çünkü o kadir deyen gap lazım tutucu kudret de. Kudret deyen bir sıfat. Bu nimine kadir degan bu nimine bir zatning uzun lazım tutudu deydi. Ve sıfatul maani hiye sıfatul kemaliyetul vacibetu lillahi Teala. Ve kemalatullahi Teala la nihayete laha. ويجب على المكلف أن يعرف منها 7 صفات وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. مع نسبة olsa Allah Teala üçüncü vacip bulgan en yeterlik, en kamil sıfatlar. Bu Allah Teala'nınki kamal sıfatlarının çıkı yok. Kemal sıfatlarının çık yok. Ve mükellef için, dini garajdan için bunun 7 sıfatını tonuş katı lazım. O 7 sıfat olsun tevendikçe. Biri kudret, ikinci irade, üçüncü ilim, dördüncü hayat, beşinci sam, altıncı basar, yedinci kalam. وانحصار الصفات المعاني بالسبع هو بالنظر إلى ما قام الدليل عليه تفصيلا مع قطع النظر عن صفات وقع فيها الخلاف ولم يقم الدليل على أنها صفات زائدة على هذه السبع كالإدراك والتكوين. Endi bu ma'ni sifatlarning bu 7 cheklanib qolishini uchun bundan boshqa yo'qmi? Bundan ortiq emasmi? 7 cheklanib sifatli ma'ni deganda buning tafsili
Delil muşun üstüde tuğanğı binaen aşırı nazar kılıp yette değildi. Onun da ihtilafat düşken sıfatlardan biz katli nazar onun karmadık. O ihtilaf o boğan sıfatlarga onun karap olduğunu ondan katli nazar muşun üstü tefsili delil kegen muş delil karap bu sıfatıl mani yetti kendi doktaydı. Eğer onunla o ihtilafat yüz bergen sıfatla karşısak belki onu da cıkıp geçiş mümkündü. Onu da tefsir delil kegen sıfatla delil karganda yettiken yeteceklendi dedi. Ama delil ve tumu da delil muş yettiği o artık bir sıfatın boğalık ışkanda bir delil hem tumu deydi. İdrak, tekvin, o muşum sıfat deydi. Muşumu sıfatın mani. Ama buna ışkanda bu bir delil. Bunun sıfat ikenligi bir delil kemidi o ejdi biz bunu sanamadı ok değil. Sıfatul kudreti. Sıfatul kudret. Sıfat degan bu vasafa yasipudan çıkan mastar. Kudretinin sıfatı. Bu morfologiyada sarf kaydısında sıfatul kudra. Vasafa yasipu vaspan çıkmak lazım. Amma ya da tay mastarni vav mastardan ivad aldık degan bir kaydı var. Vasaba yasibu sibeten. Asli visben çıkmak lazım. Vahaba yahibu vahben. Onu vahben demeyimiz, hibeten deyimiz. Aşın okşaş. Sipa degani vasapa yasipudan çıkan. Kim bolsun dep kap kaldık aslında beşi dillik gapte bu sipa degan gapning ki kep chiqishdi nimasi pil tumur aşşu. Manbasi. Sifat degani vasapa sifatdan chiqqan masdar aslisi vispan demakchi-da. Buni tay masdarini vav masdardan ivaz oldi. So'ng sifat bo'ldi. Sifatul qudra. Qudrat degan sifat deydi. Al qudratu lug'atan al quvvatu val isti'atu. وضدها العجز واصطلاحا صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة والعلم وبالقدرة يتأتى الإيجاد والإعدام للمخلوقات وقدمت القدرة في الذكر على غيرها من صفات المعاني لظهور أثرها الواضح في إيجاد المخلوقات. قدرت يعني تلدا لغة كش ونغن إمكانيات محتملة القوة والاستطاعة كش وإمكانيات و قدرتnin karşısı şu acizlik deydi. Örüptü codisler, örüpte mesela tevhid ulamolarninki örp oddiki qudrat degan emas, u bir sifatki azaliy bir sifat. Alloh taoloni zoti bilan qoyim bo'lgan azaldik bir sifat. Onun bilan har qanday mumkinatni o'zini ijod qilish mumkin va u mumkinicha e'dam qilish mumkin. Bor qilish, yani yaratish mumkin, yo'q qilish mumkin. Hosil bo'ladi. Nim bilan? Ay sifat nim bilan? Sifat azaliy bilan, qudrat bilan, yani hosil bo'lish qudrat bilan har qanday mumkin hamda. Demak bu qudrat Alloh taoloning qudrat degan sifati mumkinatga aloqador bo'lgan gap chiqmaydi-da. Aslida qudrat degan sifat bilan har qanday mumkinni bor qilish yoki mumkinatni o'zicha yo'q qilish o'zining ilmiy irodasininki orzusi bilan o'zining iroda va ilm degan shu hikmat ilohiga binoan masalda. وبالقدرة يتأتى الإيجاد والإعدام للمخلوقات. Qudrat bilan hosil bo'ldi nima? Bir narsani yaratish, ijod qilish va bir narsani ijod qilish va yo'q qilish, maxluqotlarni yaratish va yaratmaslik hosil bo'ldi qudratlar. Anbiyada bu qudratni zikrda, ya'ni shu beytning 5-ida Mim dildi deganda beytning 5-ida qudratni ilgari qilindi. Va qudratun irodatun deb ilgari qilindi. Qudratni zikrda o'zining boshqa sifatlar, sifat ma'nodan bo'lgan boshqalarcha va qudratun irodatun va g'oyarat degan o'xshash qudratni tilga ilishticha beytda o'zining boshqa sifat
ilgari qildi. Qolgan 7sidan buni ilgari qildi. Nima uchun u qudratningki mahluqotlarni yaratish, ijod qilish borasida ko'rinarlik, ro'shan ta'siri oshkor bo'lganligi uchun bu qudratni boshqasiga ilgari qilindi deydi. وقوله يتعدى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه إشارة إلى تعلقها الصلوحي القديم. الله سبحانه وتعالى يتعدى يتعدى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه. Her qanday mümkün degan gapning o'zinimda o'qib bundan burun deb ketganimizda onun bo'lmaslik tarafi mumkin degan 50 50 parallel bir narsa da o'ttir turgan, yuzning o'ttir turgan. Onunki buluş tarafning mu zurrati nafi qilinadigan va bo'lmas tarafda mu zurrati nafi qilinadigan. Ikki taraf buluşning mu zurri emas, bulushi. Bo'lmas tarafning zurri emas. Yana uning buluşimiz buluş tarafda mu zurrat yo'q, bo'lmas tarafda mu zurrat. Buni mumkin. Bo'lsa mı bo'ladigan Allah Taolaga nisbatan bo'lmasin bo'lmaydi. Bo'lmasin bo'laveradigan. Buluş mumkin, zurri emas, bo'lmasligi zurri emas. Bundaq bir narsa. Bunun o'zi mumkin. O Allah subhanahu wa ta'ala'nın yatatta biha icadu kulli mumkinin ve i'damuhu degan so'zi ishoratdir. Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki o kudretini çoğu asıl zadi demedin kadimdin ezelden tatip bu salahiyetliye o nimge muşu sözün ki işarettir bu ve kavluhu yeta'atta biha ical kulli mümkün ve idamı bu beytin bu sözde işarettir o kudretin şu suluhi al kadim degan muşu o kudretin taalluk işaretiydi. O kudretin taallukta bir işaret ki suluhi al kadim ki bu kudret yaramlık ki zaten ezelden tat muşunga icat ve idamga salahiyeti barken degan işaret deydi. Ezelden tatip kudret degan bu sıfat Allah Teala'nın aşu mümkünatlarını çoğu hem icat kılış hem idam kılış salahiyeti barken degan işaret deydi. Taallukatul kudreti للقدرة 7 تعلقات واحد يسمى التعلق الصلوحية القديمة وثلاثة يسمى كل منها تعلق القبضة وثلاثة كل منها يسمى التعلق التنجيزي الحادثي. قدرتنki تعلقاتları kudretninki kudretin taallukatları ismi kudret zaten nimge alakadar oldu. Onun nimge alakası var. Yani kudret için yet taalluk var dedi. Yetti nesik alakası var. Biri onu taalluku suluhil kadim de patladı o deydi. Kudretinin özüne. Üçüne onun da her birinin taallukul kabda da patladı. Biri taalluku suluhil kadim kudret degan gapni es qo'ydigan o'rni yoki qudratninki es qo'ydigan bir aloqasi bo'lgan o'rin biri taalluqi suluhiy al qadim azaldan tortib zodi bu shu alloh subhanahu taolo o'zining qodir degan qudrati bilan mumkinotlarni ham ijod qilish ham i'dam qilish salohiyatiga ega degan bo'ldi deydi bu. Birinchisi taalluqi suluhiy qadim deb ataladi bu. Üçüncü ve üçe bu yetti nasıl vardı ya kudret için sepatta yetti ta'alluq vardı. Biri o ta'alluq usulü kadim. Üçe her biri onundan ta'alluqul kavva deb atıldı o deydi. Ve üçe her biri onundan ta'alluq at-tenjizi al-haciz deb atıldı o deydi. Hem bunun tevende tefsilatını göreyli. أما الأول فهو صلاحيتها في الأزل للإيجاد والإعدام فيما لا يزال. أما أول قسيكي قدرتك مثلا تعلق الصلوحي القديم ديگنه تعلق الصلوحي القديم بولشي o اسمه o kudretninki salahiyetlik aslında yaramlık buluşudur ezeldillah
Yine bir narsani yaratishda yoki yaratmaslikda, ijod va i'damda azaldan tortib shuningcha yaramliq bo'lishi, layoqatli bo'lishidir. Davomlashayotgan mana shu mavjudotda bima'ni esa. Ammo وأما تعلقات القبضة الثلاثة فهي أن تتعلق بعدمنا فيما لا يزال قبل وجودنا وباستمرار الوجود بعد العدم وباستمرار العدم بعد الوجود بمعنى أن الممكن في قبضة القدرة فإن شاء الله أبقاه على عدمه أو على وجوده وإن شاء أوجده أو أعدمه. Ama bu üç kabzat salasınki. Onun üçe taallukul qabdab atlıdı degan toq. Bu qabzat salasınki taalluqi o qanda desa, şuniki alaqadar boğay, bu kudret bizdinki biz buluştum burun bizden adımımızga alaqadar oludu. Şuniki alaqadar olgay bizdinki bo'lmasligimizga. Alloh taolo uni tutib turuqliq da. Yaratmay tutib turuqliq. Masalan, biz mavjud bo'lishdan burun, mahluqotlar yarilishdan burun yoki mahluqotlar yarilishdan burun bu adamga aloqador bo'ladi. Va bistimroril vujudi ba'dal adami. Endi bizni yaratib bo'lgandan keyin bu yaratilishdan keyin bu mahluqotlarning davomli ishlan ba'dal adami. Yo'qlikdan bor qilib bo'lgandan keyin ilgarigisi bor bo'lishdan burun, maydon qilishdan burun bizni adamimizga taalluq bo'lgan. Ammo buniki va bistimroril vujudi, vujudning davomli ishlan. Bizni yaratib bo'ldi, bu yaratilishning davomli ishlan. Bu Alloh taolaning qudrat qo'lida. Kudret ilahida kullen davamlı şunga taalluk. Ve bistimrar vücuda. Yani bizi yaratıp boğan ki vücudun davamlı işlen. Alakadar oldu kudret biz vücudun davamlı işe alakadar oldu. Ba'del ademi. Biz yo'qdan bar olduk, meydana keldik. Muşu meydan kılıp muşu mevcut mevcut buluşumuzun davamlışığı alakadar oldu bu kudret hem de. Meyede. Ve bistimraril ademi ba'del vücudi. Yani hem de ademninki davamlışılan vücuddinkin. Mesela mevcut boptiken bu dünyada türlüptü, meydan kipti. Bunundakin tüyepti. Yok oldu. Muşu yok oluşun davamlışlığı alakadar oldu. Ba'del vücudu o mevcut bulup dünya kitken olmuş bir kadar törülüp bir şu mümkünatla katarın urnepike. Adamın istimrarıga alakadar oldu. Yani yok oluş nunki davamlışlığı alakadar oldu. Bir kadar bağıp boğandan keyin deydi. Yani bu kandaki biz şu mana bilen çokum mümkünat yani kudret ilahinin kabzısı da. Algını da, çangılı da degandek. Eğer halsa onu özünki ço, o mümkünninki nemisi de yok haltıda devam kılıdı. Eğer halsa Allah subhanahu teala kaldırdı o mümkünninki yok haltı devam kılıdı. Ya ki halsa kaldırdı Allah Teala o mümkünnin vücudu üstü kaldırdı. Eğer halsa onu bir kata bar kılıdı ya ki onu yok kılıdı. Şoňşaş bu kudret yani mine kabzat salasıga alakadar taallukat şöyle kudretdenki kaldı nemisi taalluqı müşündak kabzga alakadar oludu demişçi. Ve amma taallukatu tenciziyetul hadisetu فهي تعلقها بإيجادنا بالفعل بعد العدم السابق وتعلقها بإعدامنا بالفعل بعد الوجود وتعلقها بإيجادنا حين البعث أمد تعلقات تنجيزية الحادثة بنا هم üçgen tok. Bu kudret
yetti narsaga taalluq topadigan bo'lib, biri taalluqi suluhiy al qadim dedik, ikkinchisi taalluqul qafla dedik, uchinchisi taalluqu tanjiziy al hadis degan. Ammo taalluqot tanjiziy al hadisa degan nima desa, u o'simi u qudratninki aloqador bo'lishi bizni naq mush vaqtni o'zida ijod qilishga aloqador bo'lishi. Darhol tenjiz degan tizdan darhol mush yuz bergan. Masalan, demakda hamda u qudratning taalluqi tepishi bizningki ijodimizga bil fe'l naq mush maydon, naq mush soatda, naq mushu minutning o'zida bizning ijodimizga, bizning yana mavjudligimizga aloqador bo'lishdir. Biz yo'q bo'lgandan keyin bor qilindi naq mush soatda. Ba'dal adami sabiqi ilgari yo'q bo'lgandan keyin va u qudratning aloqador bo'lishidir bizning yo'q qilishga naq mush vaqtning o'zida mavjud bo'lgandan keyin. Va u qudratning aloqador bo'lishi bizningki nimicho hinal ba'z kunda yana qiyomat kunida qabrdan bizniki o'rnimizda turib hisob bergan vaqtlarda o'rnimizdan turgan mush vaqtning o'zida bizni qaytaynicho ijod qilishimizga taalluqdir. Buning taalluq topishdir qudratning deydi. Val qudratu la tata'allaqu bi kulli min al-wajibi wal mustahil. لأنها إن تعلقت بالواجب فلا يصح أن تعدمه لأنه لا يقبل العدم ولا يصح أن توجده لأنه يلزم منه تحصيل الحاصل وإن تعلقت بالمستحيل فعلى العكس من ذلك لأنها لو تعلقت به لإيجاده كان قلبا للحقائق ولو تعلقت به لإعدامه كان تحصيلا للحاصل أم قدرت degan bu sıfat mani ya sıfatның biri bu vacip ve müstahilnin hiçbir şeye alakası olmaydı. Belki neyim alakadar olur? Mümkün alakadar. Vacip ve müstahil gıca onundan jirak kudret. Çünkü eğer o vacip alakadar olup kalsa, kudret vacip alakadar olup kalsa, vacip bu sıfatlar onu yok kılış mümkün emas. Yok kılış dursa olmaydı. Vacibni o'zi haqiqatda uning vujudi u vojib bo'lgan narsa maydonga chiqish vojib, uni yo'q qilish durust emas. Chunki u vojib bu sifatlarni adamni qabul qilmaydi. Shun qudrat bu yerda mumkin aloqa mutaalliq bo'ladi, ammo vojib bilan mustahil uchun aloqa ta'alluq topmaydi deydi. Va wala yasihu an tujida. Hamda u agar u vojib aloqador bo'lib qolsa uni ijod qilish ham durust emas. Chunki u ijod bo'lgan. Vojib bo'lgan narsa zodi bundan burun vojib bo'lgan bo'lsa, uning mavjudligi vojibdi. Naq maydonga chiqish kerakdi. Uni yana u qudrat yana bir vojibga aloqador bo'lib qolsa, vojib bo'lgan, mavjud bo'lgan narsani qaytana mavjud qilish, qaytana borliq keltirish lozim kelib qoladi. Da undan tahsil hosil lozim kelib qoladi. Tahsil hosilgan bo'lgan narsani qaytana bo'ldirish to'g'ri kelib qoladi. Da bu tahsil hosilning o'zi mantiq qoidasi bo'yicha aytganda muhol. Demak, bu yerda qudrat nimaga aloqador bo'lgan? Mumkinatga aloqador bo'lgan. Ammo vojib va mustahilga aloqador bo'lmaydi ekan deydi. Qudratga mumkinga aloqador bo'ldi, vojib mustahilga emas. Agar degandek vojibga aloqador bo'lib qolsa, uni i'dammi durust emas, ijodmi durust emas bo'lib qoladi. Uni qimirlatishga bo'lmaydi-da, vojib bu sifatlar. Uni i'dam qilish durust emas. Agar vojibga aloqador bo'lib qolsa, yo'q qilish durust emas. Vujudi vojib bo'lgan ekan, u narsaning mavjudligi vojib bo'lgan bo'lsa, agar u nima qudrat vojibga aloqador bo'lsa. Chunki odamni qabul qilmaydi. U nim qilish durust olmaydi ham u vojibga aloqador bo'lib qolsa, uni i'dam qilish, uni ijod qilish ham durust emas. Chunki undan tahsil hosil lozim keladi deydi yuqorida degandek. Agar endi bu mustahil aloqador bo'lib qolibdi. Vojib aloqador bo'lsa mushkul chiqar ekan. Mustahil aloqador bo'lib qolsa, va in ta'allaqat bil mustahili فعلى العكس من ذلك. Şu
Vacibga aloqador bo'lgan narsaning ta'tiri aks lozim keluvchaq deydi. Qandoq desa, chunki agar aloqador bo'lib qolib qolsa, ash qudrat ash mustahil aloqador bo'lib qolib qolsa, li'annaha law ta'allaqat bihi. Ali ijod, ijod uchun nim bo'lib qolib qolsa, mustahil aloqador bo'lib qolsa, qudrat kana qalban haqaiq haqiqatlarni asl ustidan quvvat qilib bo'lmaydigan bo'lishi mustahil bo'lgan narsaning o'zini qanday qilib qoladi, uni yo'tkayotganlik, joyidan qo'zg'ab qo'yganlik, haqiqatni yo'tkayotganlik lozim kelib qoladi deydi. Agar aloqador bo'lib qolsa, ay qudrat ay mustahil aloqador bo'lib qolsa, walau ta'allaqat bihi, nimaga u namni yo'q qilish uchun ijod qilish uchun bo'lib qolsa, mustahilni bo'lishi mumkin bo'lmagan narsani boqilaman haqiqatni yo'tkayotgan qilib qoladi. U bo'lishi agar u qudrat u mustahil aloqador bo'libdi, u mustahil bo'lgan narsani mustahil qilaman, yo'q qilaman degan o'xshash bu qudrat istiholga aloqador bo'lib qolsa, mustahilga uni i'dom qilish uchun yo'q qilish uchun bu ham hosil bo'lmagan kana tahsil hosil o bu bo'lgan narsani qayta bo'ldirman deyish lozim kelib qoldi. E'dom bo'lgan narsani e'dom qilaman. Mustahilninki vujudi mumkin emas. Bo'lgan narsa bu. Bu ma'dum bir narsa mustahil. Mush ma'dumni yine qayta i'dom qilaman deyish to'g'ri kelib qoladi. فعلى الأكس بذلك دينا شو مستحيل غلاق دارو قبقاسا وعشان تاتر سولديك أكسولديك واجبنا أكسولدو دينا. والقدرة توجد على وفق تخصيص الإرادة، أي أن ما خصصه الله تعالى بإرادته أبرزه بقدرته، فتعلق الإرادة لكونه أزليا سابق على تعلق القدرة لكونه تنجيزيا حادثا، فالترتيب في فهم التعلقين لا بين الصفتين وإلا كان المتأخر حادثا. قدرة إيجاد قلوده إرادنينكي أونچا قدرت إيجاد قلوده ممكناتلانه bir iradeninki oňuşqan iradenin taksisiga uygun halda. Bir irade degan kuchninki biraz onu umuç kılıp azırak dairesine xaslaştırıp tağlaştırıp durdu. Nime? İrade. Kudret mutlak emez. Kudretini peyda kılıyor, icat kılıyordu. Lakin onu irade ço azırak xas kılıp azırak dairesine azırak kendi dairesine azırak tağlaştırıp durdu. Muşnak taksis kılgan muşu suret binaen ya bir kudret bu mümkünatlarını icat kılıyor. Yani bu ne demek içinse yani çokum bir nersi ki onu xas qildi, uni Alloh taolo xas qilgan narsa o'z irodasi bilan o'zining irodasi bilan xas qilgan narsa abrazahu bi qudrati. Oshkor qildi Alloh subhanahu taolo o narsani o'zining qudrati bilan. O'z irodasi bilan bir xas qilib oladi. O'ng qiladi. Anın degen onu meydanga çıkdı. Nimeler öz kudretilen deydi. Yani ikinci rette kudret çıksaladı deydi. Demek iradelen boladı. Bu kudretninki mevcudatka işkselnişi iradet evvelde onun malum bir dairede malum bir dairesizlik bir liniye bir xaslaştırış dairesini kiçikleştirip biriş muşu süretsiz boladı deydi. Çünkü nima uchun desa irodatning taalluqi irodat degan qudratning taalluqiga azaldan ilgari bo'lg'ashqa. Irodat azaldan qudratning taalluqidan burun bo'lg'ashqa. Ham u nim bo'lgandan keyin u ham likawnihi tanjiziyan hadisan. O taalluqning yana tanjizi va hadisi bo'lg'ashqa. Tartib bu ikki taalluqning tushunishda emas, bu ikki sifatniki irodat va qudrat degan ikki sifatdan oraliq emas. Bu ikkisining taalluqini tushunishda deydi. Irodatning taalluq nima?
Qudratning taalluqi nima? O'sha ikkisining taalluqini tushunishda tartibi deydi. Onun qaraganda bu yerda irodatning taalluqi ilgari bo'ldi-da. O sifat emas, sifatning farqi arzlar emas. Uning taalluqi sifatniki taalluqni tushunishda. Agar unda bo'lganda mutaaxir keyingisi qaysi hodis bo'lib qolgan bo'ladi deydi. Qaysi masalan agar biz irodani ilgari deb qilib qolsak, qudrat keyin bo'lib qolib qoldi-da. Va qudratni biz deb o hadisi bilgandik aslida. O qudrat bizatihi qoyim Alloh taolo bilan deb azaliy deb tushunayotgan narsa vaqtda biz bu iroda qudratni biz irodadan keyin deb mana tushunib qilib qolsak, agar bu ikki sifatni orasi muqorana qilib mana tushunib qilib qolsak, o qaysi keyin bo'lib qolib qolsa shu hadis bo'lib qolib ilgari o qadim bo'lib mesela vaqtda iroda qadim qudrat hodis bo'lish buni o'xshash ahvol kelib qoldi valayazbillah deydi. Shu uchun bu tartib ikkisining taalluqini tushunishda ikki sifat iroda bilan qudratning orasi ikki sifat bilan orasi nisbatlashtirishcha emas deydi. Xo'sh, dalilu sifatil qudrati. Qudrat degan sifatning dalili. Daliluhal aqliyo دليلها العقلي الله تعالى صانع قديم له مصنوع حادث وكل من كان كذلك تجب له القدرة فالله تعالى تجب له القدرة أم قدرت كان صفة دليل ديدو وقدرت منك عقلي دليل أما هذا منطقة بالشكل بالقياس صغرى كبرى قلب قياس سوزتو معلومة Nendap Allahu Teala saniun kadimun lahu meslun hadisun. Allah subhanahu teala bir yasuvchi. Ezelden bir yasuvchi bu sani. O sani olmamız onun için mesnu var. Sani ve mesnus var. O kadim olmazsa onun hadisi var. Mesela sani'nin mesnu var, o mesnus hadis. Allah Teala Saniun kadim. Allah Teala için çok meslun hadis var uzat için. Saniye kadim için meslun hadis var. Her kandak bir kuşki ve kullu menken her kandak bir kuşki aşıngşış bulgan bolsa, kandak olsa saniul kadim bulup onun için meslun hadis bulgan bolsa kudret vacip değil. Demek Allah Teala için kudret vaciptir. Allahu Teala saniyun kadimun lehu mesnun hadisun. Bu suğra oldu da şekle evvelden kıysak. Ve kullu men kâne kezalike. Bunun buldu tecibu lehul kudretu. Bu kübra oldu. Yani şekle evvel suğra mucub oldu. Had levsat mesnu'un saniyun kadimun lehu mesnun hadisun buldu. Kubra şartı kulli buluş gerekti. Ve kullu men kâne kezalik. Kubra kulli oldu, şartı düştü. Had lavsat bunun da mevzu buluş gerekti. Ve kullu men kâne kezalike. Yani ve kullu men kâne kezalike diyelikinizi ve kullu men kâne lehu saniun kadimun lehu mesnun hadisun. Yani ve kullu men kâne نعم وكل من كان صانع قديم له مصنوع خالص تجب له القدرة degan bo'ldi. Kazalika shu kubraga ishorat kubrani vujudiga. Yani men ve kullu men kana kazalika deganligimizni ve kullu men kana saniun qadimun lahu mas'un hadisun tajibu lahu al-qudra degan bo'ldi. Ma'nodan qaysi صغرى قيس ثاني قادم له مسون حادث صغرى ديك حد الأوسط محمول oldu. كبرى ديك حد الأوسط وكل من كان كذلك يعني كذلك يعني اللي عندك ثاني قادم له مسون حادث كبرى ده حد الأوسط موضوع oldu. Eptaşvattuk. Allahu Teala tecibu lehul kudret diyen oldu. Yani Allahu Teala diyen ve pa bununki neticemiz şu demek ki Allah Teala Allah Teala için kudret yani sıfat vacip oldu demek şeyler. Aklı edilmiş. ويمكن أن يقال لو لم يكن الله تعالى قادرا لكان عاجزا ولو كان عاجزا لما استطاع إيجاد هذا العالم بهذا النظام البديع لكنه تعالى أوجد هذا العالم فثبت أنه قادر ممكن شنو كديل الله سبحانه وتعالى قادر بمس ولا يعز بالله عاجز بالشغل كله
Aciz olsa bu dunyonichu mushu go'zal sistem bilan ijod qilishga kuch yetmagan bo'ladi. Lekin Alloh subhanahu va taolo mana bu dunyoni shundoq go'zal sistemni yaratdi. Demakki, sabit yo'lda chuqur Alloh taolo qodir ekan degan bu natija berdi. Buning naqliy dalili. Ma'nadan bir qiyos ekan, buni bak gap uzoq ketganda qildi. ودليلها النقلي قال تعالى وهو على كل شيء قدير وقال أيضا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. Endi bu qudrat degan sifatning naqliy dalili, u aqliy dalildi. Mao Qur'on va hadisdagi aytgan nasdan bo'lgan dalili emas dedi Alloh subhanahu va taolo. Va huva ala kulli shay'in qodir. Alloh har narsa kuchatkichidir deb. O'lchamni yaratquchidir degan, yoki sifat kuchidir. Nas qodir o'qishida kuchatki so'ragan bo'ldi. Va dedi ham hamda Alloh subhanahu va taoloni va ma kanallohu liyujizahu. Alloh subhanahu va taoloni osmon va zaminda hech qanday bir narsa ojiz keltirolmaydi. Ojiz keltiruvchi emas. Qilmoqchiga ishni qilma deyanmaydi yoki deyanmagan. Va tayla yomul qiyamet diyenmeydi. Hech qanday bir kuch to'xtanmaydi. Va ma kanallohu liyujizahu min shay'in fis samawati wal ard. Alloh subhanahu va taoloning uchun bir şey var. Min şey min ziyodada buningda. Bir şey Alloh subhanahu va taoloni ojiz keltirgan bo'lmaydi osmon va zaminda. Hech qanday narsa to'xtanmaydi. İnnehu kana aliman qadira. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo har şeyni bilguchi va har şeyga qodirdir, kuch yetishdir deydi. Bu mazmunda oyatlar bak ko'p deydi. Shundan kifoyalimiz qoldi, ko'plarni bilib zikr qilib o'tirmaymiz demakchi. Va oxiru davona alhamdulillahi robbil alamin. Bu darsimiz hoşlanın bo'ladi inshaalloh.